Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 4-yanvar sanasi. Kanalimizga xush kelibsizlar. O'zbekiston vaqti bo'yicha namoz vaqtlarini qo'yib boryapmiz. Eslatma sifatida bomdoddan to xuftongacha bo'lgan necha rakatdan o'qilishlarni ularda ham qo'yib boryapmiz. Namoz vaqtlari mana barcha viloyat shaharlar uchun marhamat ko'rib foydalanishingiz mumkin. Kelinglar opa-singillar duo qilamiz. Uyg'otgan har bir kuning uchun, olayotgan har bir nafasimiz uchun alhamdulillah. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga saloti salomlarimiz bo'lsin. Allohim bugungi kunimizni xayrli, barakatli qilgin. O'z huzuringdan bo'lgan rahmatingda yog'dirgin. Baraka nuringda, ziyo nuringda yog'dirgin. Kalomingni qalbimizga jamlab qo'ygin. Hamisha Qur'oning ichida yashashlikka tavfiq bergin. Farzandlarimizni ham to'g'ri yo'lingdan adashtirmagin. O'z mag'firatingni darxmagin. Gunohlarimizni mag'firat aylagin. Allohim dini va dunyodagi ishlarimizni o'zing isloh etgin. Allohim namozimizni, qiyomimizni, rukularimizni, sajdalarimizni va o'tirishlarimizni, tazarru va niyozlarimizni qabul aylagin. Nuqson kamchiliklarimizni sen mukammal qilgin. Ey Mavloyimiz, qiyinchiliklarimizni yuzimizga urmagin. Bizga sog'lik, ofiyat, baxt va shirin hayot va go'zallik bergin. Xayrli farzandlar nasib etgin ey Robbim. Bizlarga foydali ilm, mo'l rizq, maqbul amallar nasib aylagin. Ey marhamatlilarning eng marhamatlisi bo'lgan Allohim. Marhamat, endi namoz vaqtlarini qo'yib boramiz.